Siz qaysi davlatda bo'lishingizdan qat'iy nazar Rishton Abzor tezlikda yetib boradi. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli rishtonliklar. Hurmatli rishtonliklar, Rishtonimizni ko'plab joylarini abzor qildik. Har xil tadbirkor akalarimiz bilan, ko'plab kafelar bilan Rishtonimizdagi ko'p uylarni sotuvga qo'ydik. Xudo xohlasa, hamma minnatdor. Hurmatli obunachilar, endi biz yana bir chiroyli proyekt boshlamoqchimiz. Qanday? Bizga taklif tushyapti. Toshkent shahrida, Qozog'istonda, Tojikistonda, Qirg'izistonda rishtonlik o'zimizni haligi nimasi bo'ladi, tumandoshimiz, o'zimizni rishtonlik akalarimiz bizneslar qilishgan ekan. Muslimxon, sizni taklif qilsak, kelib bizda haligi o'sha joyimizda kelib Rishtondan shu 10 yil, 15 yil bo'ldi. Rishtondan chiqib kelib shu ishlarni boshlaganmiz. Keling bir abzor qilaylik deyishyapti. Sizlar rishtonliklar nima deysizlar, shu proyektni boshlaylikmi? Rishtonlik, Rishton Abzor jamoasi Qozog'istonmi, Rossiyami, qaysi davlatda rishtonlik o'zimizni rishtonlik akalarimiz bo'lsa, bizga aloqaga chiqsa, biz borib bir abzor qilib o'sha rishtonlik insonlar borib o'sha shaharlarda nimalar ish qilganlarini, rishtonliklarning nomini haligi boshqa tumanlarga, boshqa shaharlarga yoritib turgan obunachilarni bir abzor qilib kelmoqchimiz. Ushbu videoni rishtonlik Tojikiston, Qirg'iziston, Rossiya qaysi davlatdan bo'lishidan qat'iy nazar aloqaga chiqsin, biz borib abzor qilishni boshlamoqchimiz. Birinchi manzillarimiz telefon qilishdi, Muslimxon keling deyishdi. O'shanga bir rishtonliklar sizlar bilan ko'p videolar qilganmiz, poddeshka qilgansizlar. Shu videoni kommentariyasiga yozib ketinglar. Nima qilaylik? Borib boshqa shaharlarda, boshqa tumanlarda borib rishtonlik insonlarning biznesini va hayotini bir abzor qilib sizlarga ko'rsataylikmi, yo'qmi? Ushbu videoni do'stingiz boshqa tumanlarga ketib ko'p yillardan beri mehnat qilib turgan do'stlarga tashlab qo'yish esdan chiqmasin. Endi ertaga bizneslarni bir rishtonliklar ko'rsa, rishtonlik insonlar shunday ishlar qilgan deb faxrlansak zo'r emasmi?